Hozir navbatdagi bemorimizga vaginalniy zulu muolajasini qildik. Mana zulularimiz fermentlarini tashlab bitta bo'lib tushyapti. Asosan vaginalniy zulu nimalarga qo'llaniladi? Bu umumiy jinsiy kasalliklarda, kista, mioma, eroziyalarda holatiga qarab eng foydali bo'layotgan muolaja, ya'ni qin korreksiyasida, qin toraytirishda ham samarali yechim bo'lyapti. Chunki buni og'zidagi so'ligida kuchli fermentlari bor. Bulardan eng aktivlari kollageni. Bu qin ichki sohalariga tushgandan keyin o'sha kollageni jinsiy organlari ichki holatida qon aylanishini yaxshilab, durkullatib beradi. Shuning hisobga qin ham yaxshigina korreksiya bo'ladi. Endi hozirgi bemorimizga biz bularga follikullar yetilishiga qo'ydik. Ginekologlar Durdona Faxriddinovna jo'natganlar, primitiv ginekolog. Har doim muolajaga jo'natadilar shunaqa bemorlarga. Hozir bularga mana qo'ydik. Alloh shifoli qilsin. Og'riqli muolaja emas. Alloh azmi bilan bir haftalarda o'tgan safar bitta